Madina ziyoratida Masjidun Nabaviyga borganda alohida bir hudud bor. Buni alohida bir dars tarzında sizlarga bayon qilmoqchiman. Bu ham bo'lsa hammamiz biladigan Ravza-i Mutahhara. Mana shu joy Payg'ambar alayhissalomning hujra-i saodatlarini tugagan joyi mana shu. Mana shundan taxminan mana shu yerga kelguncha bu yerda minbarlarini turgan o'rni bor. Mana shu hudud Ravza-i Sharif, Ravza-i Mutahhara hisoblanadi. Ravda bu bog' degani, jannat bog'laridan bir bog' ekanligi hadis sharifda keladi bu. Endi mana shu Ravza-i Sharifga kirish juda bir ulug' fazilat hisoblanadi. Allohning bir buyuk ne'mati hisoblanadi va esdan chiqarmang, alohida ta'kidlab aytayapman, nasiba, Allohning nasibi qilishi bilan bo'ladi bu. Hech qaysi insonning zo'rligi, firmani mashhurligi yoki boshqa narsalar bilan emas, faqat va faqat Allohning nasib qilishi, taqdir qilishi bilan bo'ladi. Bu joy alohida dars qilishimizga sabab bugungi kunda ko'plab bu yerga tashrif buyuruvchilar uchun bir imtihon holatiga keldi bu yer. Ravza-i Sharif o'sha karantin holatidan keyin, o'sha 2020-yildagi karantindan keyin alohida ruxsatnoma bilan kiriladigan holatga keldi. Har bir Madinaga kelgan ziyoratchi o'sha yerga kelganda maxsus ruxsatnoma, tasrih deydi. Mana shu tasrih bilan bir marta kirishi mumkin. Lekin u tasrih ham har doim chiqavermaydi. Shuning uchun bugungi kundagi firmalar, jumladan bizni Xorazm Umra jamiyati ham bu yerga kirilishga 100% harakat qiladi. Barcha imkoniyatlarni ishlatadi. Lekin kafolat bermaydi. Chunki bu narsa Allohning taqdiridagi narsa bo'lgani uchun biz banda sifatida tadbirimizni qilamiz, taqdirni Alloh belgilaydi. Shuning uchun Ravza-i Sharifga kirish Allohning taqdiri, nasibasi, duo qilib so'rash kerak. Nasib qilsa albatta kirasiz. Endi kirgan vaqtingizda alohida o'sha ruxsatnoma bilan erkaklar alohida vaqtlarda, ayollar alohida vaqtlarda kiradi. Ayollar bomdod va xufton namozlaridan keyin, erkaklar o'sha peshin, asr, shomdan keyin kiradi. Endi Ravzaga o'sha maxsus ruxsatnoma bilan kirgan vaqtimda olib kirib, orqa tomondan, hozir bugungi kunda orqa tomondan keltirib bu yerga olib kelyapti. O'sha kirgan vaqtingizda 2 rakat nafl niyati bilan namoz o'qiladi. Undan keyin duo qilib, o'sha Ravza-i Sharifning ichida Rasulullohga salom berib, yana go'zal bir suratda chiqib ketasiz. Mana shu maxsus ruxsatnoma bilan kiradigan holatingiz. Endi ruxsatnomasiz kirsa bo'ladimi desa, Ravza-i Sharifning yonigacha kelishingiz mumkin. Har kun bomdod va xufton namozidan keyin ayollar 32-darvozadan kelib, mana shu Ravza ichiga kirib qilmoqchi bo'lgan ishini bu yerdan kelib qilsa ham bo'ladi. 3 kun bo'ladigan bo'lsangiz, sizda 6 marta kirish imkoniyati bor degani. U bilan unga kirish uchun janjallashib, baqir-chaqir qilib, u yerga kirgandan keyin nima qilishingiz bilmasdan yurgandan ko'ra, mana shu har bir fursatdan foydalaning, Allohdan yordam so'rang va Rasulullohning huzurida go'zal odobli bo'ling. Erkaklar ham xuddi shunday kiradi, Ravza-i Sharifda 2 rakat namoz o'qib, chiqib salom berib, boqiy darvozasidan chiqadi. Undan boshqa vaqtlarda erkaklarga ham bemalol imkoniyatlar bor. Bobus salomdan kirsa bo'ladi. Orqada Bobur Rahma bor. Mana bu yerda Bobu Abu Bakr bor. Mana bu yerdagi darvozalardan kirib, bu yerlarga kelsa bo'ladi. Doimo erkaklarga ham imkoniyat bor. Alohida o'sha joyga boraman, shu joyga bormasam bo'lmaydi, qabul bo'lmaydi yoki unday bo'lmaydi, bunday bo'lmaydi deb maloyani ishlar bilan, urush janjallar bilan mashg'ul bo'lishingizdan faqat va faqat o'zingizga zarar bo'ladi. Shuning uchun Ravza-i Sharif masalasi bugungi kundagi Madinaga boruvchilarning juda katta imtihoni. Mana shu imtihonga
tayyor bo'lib undan o'tishga tayyor bo'lib borishingiz tavsiya qilinadi. Shunday ekan Ravza-i Sharifda kirsangiz albatta fazilat. Kira olmasangiz Allohning taqdiri, demak sizni kirmasligingizni iroda qilibdi. Bu bilan sizdan biror narsa yo'qolmaydi. Balki Rasulullohni ziyorati uchun bordingizmi? Xohlang bu yerda ziyorat qiling, xohlang orqadan ziyorat qiling, xohlang bu yerdan, xohlang bu yerdan, qayerdan bo'lsa ham Rasulullohni ziyorat qiling. U xursand bo'ladigan ishni qiling. Ravzaga kirish yoki kirmaslik Allohning sizga belgilagan taqdiri. Taqdirdagi narsalarni biz hech qachon o'zgartira olmaymiz. Lekin unga munosabatimizni to'g'rilashimiz mumkin. Shunday ekan, mana shu Ravza masalasida alohida ta'kidlamoqchi, aytmoqchi bo'lgan gapimiz shu: go'zallikni, go'zal axloqni va yuqori darajadagi odobni hech qachon esdan chiqarmang. Salovat, duo, taslimiyat albatta sizda har doim topilsin.